Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga sabzavotli va qiymali taom pishirib ko'rsatib bermoqchiman. Marhamat. Birinchi bo'lib qiymamizni tayyorlab olamiz. Bir dona piyozni maydalab to'g'rab olishimiz kerak yoki qirg'ichdan chiqarib olsak ham bo'ladi. Endi ta'mga qarab ziravorlar solinadi. Tuz, murch, pripravalar, zira hammasini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib olgandan keyin dumaloq shaklini berishimiz kerak, tifseliga o'xshagan. Hammasini mana shu tarzda qilib olishimiz kerak bo'ladi. Endi ustini yopib, xolodilnikka olib qo'yamiz. Biz uchun yana sabzavotlar kerak bo'ladi. Sabzavotlarni ham hammasini to'g'rab olishimiz kerak. Juda mayda to'g'ralmaydi, o'rta me'yorda to'g'raladi, ammo sabzavotlar men qizil va sariq bolgarskiy ishlatdim. Yashil bolgarskiy ishlatsa ham bo'ladi. Sovzini shunaqa dumaloq shaklida to'g'rab oldim. Piyozlar to'rtburchak shaklida. Sabzavotlarimiz tayyor. Endi skavorodkaga ozgina yog' quyib, qiymamizni qovurib olamiz. Minutlardan keyin men quritilgan jambil bilan rayhonim bor edi, o'shani sepib, qopog'ini yopib, yana davom etdim. Dimlashdi. Pishishidan 5 minut oldin ko'kat solishimiz kerak bo'ladi. Men ko'k piyoz soldim. Ko'k piyozni solib, plitamizni o'chirib qo'yamiz. Taomimiz tayyor bo'ldi. Juda mazali bir podliva bo'ladi. Garnirlarni oldiga tortgani juda mazali. Men oldiga bulgur qaynatib oldim. Ustiga ko'katlar sepib, xuddi mana shu tarzda dasturxonga uzatdim. Marhamat, sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.